Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, joninglar sog'mi, salomatmisizlar qadrdonlar? Ancha vaqtdan beri parrandalarimizni ko'rsatib ekan qadrdonlar, parrandalarni bir qator ko'rsatib o'tamiz qadrdonlar. Hafta kuniga xudo xolisa dushanba, 15-iyul sanasida syomka qilamiz, 2026-yil. Bir qator ko'rsatib o'tamiz qadrdonlar. Sotiladigan parrandalarimiz ham bor. Ma'lumot o'rnida ko'rsatib o'tamiz. Bismillah. Xo'p qadrdonlar, Andijon qora 22-fevralda chiqqan 2026-yil. Hozir 110 kunlik atrofida bular. Xiroz makiyon aralash. Mana shu makiyonlarning holatlari. Mana ko'rishinglar mumkin. Sotiladi bular makiyonlarimiz ham. Xirozlarimiz 60 mingdan qilib beramiz, makiyonlarni 85 mingdan qilib beramiz. Kelishsak, to'rtta makiyonga bitta xiroz ham qilib beramiz. Xo'p, xirozlarimiz oldilari qichqirdi. Xudo xolasa 110 kunlik bo'ladigan bo'lsa, deyarli bir 2 oydan keyin xudo xolasa bilan tuxum qiladi, xudo xolasa. Jo'jalarimiz hammasi sotiladi, Andijon qora jo'jalarimiz. Keyin yozgi kunida nima-nimalarga e'tibor berish kerak? Uning haroratidan ventilyator bo'lish kerak, o'zi bizda uchuq. Lekin deyarli yo'qiladi. Xo'p, mana tovuqlarimiz o'sha Andijon qora, o'sha 14 yildan beri o'sha boqilayotgan zotlardan. Biz o'zi bu Andijon qoramiz 8 oylik bo'ldi o'zi bular. O'tgan yili oktyabr oyida xolos ochirgandik. Kim esida bo'lsa, agar kuzatayotganlar bo'lsa, o'sha Andijon qora. Bular 8 oylikdan o'tgan. 8 oylikdan o'tgan. Xo'p. Bugun mana toshlardan ham berdik. Mana. Ular tuxum po'stig'iga foydasi bor, oshqozonni tozalaydi, boshqa bo'ladi. Kim bilsa o'sha tuxum beradi, haliga tuxumlarni po'stig'ini qattiq qilmagani, o'shirgani boshqasiga. Foydasi katta. Qadrdonlar, mana shu tovuqlarimiz ham sotiladi, kimga qiziq bo'lsa. Bir kunlik jo'jalari ham bor, jo'jalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Suvga hozir granta olifo suv bermaslik kerak. Sababi o'sha xirra kasallik, o'sha muzda suvini ichib qo'yib, tellab qizib turgan vaqtda men ko'ryapsizlar, og'zi ochiq turibdi og'zi tovuqlarimizni. Xona ham hozir harorati o'sha tovuq katta valerimiz. Harorati issiq. Issiq bo'lgani hisobiga og'zini ochyapti. Xo'p, qadrdonlar, tovuqlarimiz sotiladi. 6 ta xiroz, 30 ta 32 ta atrofida makiyon. 8 oylik atrofida. Hozir biz taxminan 30 ta makiyon deganimizda ham 28 ta olyapmiz bir kun 18 ta ham olyapmiz. Sababi havo issiqlik holatiga ham baribir tuxum foizi yaxshi hozir. Aylanib suv ichyapti. Qadrdonlar, narxi buni narxi video avval aytib qo'yaman. Narxi 140 ming so'm qilib beramiz. Vodiy atrofida bo'lsa, dastavkasi ichida 150 ming aytsak ham bo'ladi. Bo'ladoro narxi aytib o'sha 140 ming so'mdan qilib beryapmiz. Sababi bozordagi holat bilan solishtiradigan holat yo'q. Sababi tovuqlarimiz holati zo'r. Qandalariga, boshqalariga o'sha nima to'g'ri qilish kerak, o'shani batafsil ko'rsatib o'taman. Suvga nima qo'shib beryapmiz, suvga. O'sha haqida ham bir ma'lumot beraman-da qadrdonlar. Videoni o'tkazmasdan bir foydamlab ichib tomosha qilsana bo'ladi. Avstralop ruminskiy zotimiz ham bor, kim bilsa. Oldilari qishi bilan boqib chiqdi jo'jalarni. Hozir ortiqcha xirozlardan bor, xirozlar sotiladi. Kattalarni o'sha 350 ming narx aytilyapti, 300 ming so'm bo'ladigan qilib beriladi. Kichikroq xirozlarimiz bor. Kichikroqlarni 250 ming so'mdan qilib beramiz. Mana. Makiyonlar sotilmaydi qadrdonlar, mana. Makiyonlari. Tashqariga chiqib bir ko'rsatib o'taman qadrdonlar. Hozir tovuqlarimiz hozir hisobda 28 ta bilan 18-20 ta atrofida tuxum o'ynayapti 30 ta tovuqimizdan. Foizini o'zini hisob qilib chiqazib olsana bo'ladi. Ichida patlari butunlari ham ko'ryapti. Batari butuni ham bor, mana xiroz ustiga chiqavergan hisobiga
Mana buni qilib olganlari ham bor mana. Ko'p emas, 2 ta 3 ta bor shunaqasi. Qadrdonlar. Mana. Xirozni usti qismiga chiqqan hisobiga shunaqa qilib olgan. Ko'p emas, bundan ham bor tovuqlarimiz, o'sha xirozimiz bor, xiroz tovuq aralash. Kim qiziqsa, mekyollarni o'sha 85 ming, xirozini 55 ming so'm qilib beramiz. Katta-kattalarni terib ketsani ham bo'ladi mana. Holatlari. Xiroz mekyoni ajragan 100%. Holatlari qadrdonlar. Deyarli 2 oydan keyin bu jo'jalarimiz ham mana shunday holatga keladi. Ko'rinish jihatdan, kesim jihatdan ana shu holatga keladi. Tuxum qilishni boshlaydi, 100% emas o'sha. Oldi tuxumga kiradi qadrdonlar. Mana tashqaridan ham chiqazamiz. Holatlarni bir ko'rasizlar. Ancha vaqtdan beri syomka qilmayotgandi. Xirozdan holatlari. O'sha kanallarga boshqasiga dori qilib qo'ydi, sababi havo bir sovuq olgandan keyin mana apilka solganmiz-ku tagiga. Apilka solganligimiz hisobiga o'zini axlatdan chiqqan har xil hasharotlar qo'ngani hisobiga o'ziga taxta kanal, o'sha apilka kanali kelib yopishishni boshlaydi. Barsi degan o'sha qonatini tagiga tomizadigan. To'g'ri, bor o'sha korobkalarni hozir nima berganlarim, suvlarni hammasini ko'rsatib o'taman qadrdonlar. Ko'rib, sizlar ham foydalansangiz yaxshi, bizga hech qanaqa bu doridan pul tushmaydi, to'g'risi. Avstralop ruminskiyni Avstralop chiqazamiz. Tashqarida yorug'da ko'ramiz bu xonasi. Qorong'iligini hisobiga. Qorong'iligini hisobiga. Xo'p, hurmatli obunachilar, o'sha aytdim. Avstralop faqat xirozigina sotiladi. O'zimizga zot uchun ishtirib olib qolamizda o'sha soniga qarab. Mana holatlari. Biz tashqariga olib chiqib ham yo'roqlar ko'rsataman qadrdonlar. Chiqinglar. To'g'rilarimiz mana Andijon qora tuxum qilib qo'yibdi qadrdonlar. Tuxum terganmiz bugun. Deyarli 30 taga yaqin oldi tuxum Andijon qoradan. Mana mekyonlarimiz ham yetili o'zi katta-katta bo'lib qolgan. Alloh. Mana katagimiz ham o'ttasini bo'ldik. Kim oldin ko'rganmiz butun edi. O'ttasini bo'lib, zot 2 taga ajratib qo'ydik. Endi bugun o'g'limizni yo'qlab o'zimiz hozir. Mana shu mekyonlarimiz tuxum qilyapti. Tuxumdan ham bir sotoga xudo xolasa keyingi oydan sotoga chiqazamiz. Avstralop ruminskiy o'sha zotlar. 8 oylik bular. Faqat xirozini ortiqchasini sotamiz. Bu yerda hozir 15 tacha makyon, bir 7 tacha xiroz bor bu yerda. 7 tacha xiroz. O'sha katta mana bunaqalarni o'sha 300 ming so'mdan qilib beramiz. Kichikroqlarni masalan 250 mingdan qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, qon almashtirganda kerak bo'lsa ham telefon qilsani bo'ladi, telefon raqamini qoldiramiz.
Mana o'sha Andijon qorani jo'jalari. O'zimizni tovuğumuzni tuxumdan chiqqan jo'jalar. Shunday qadrdonlar. Hop, o'zaro kunda Avstraliya bilan 8 oy aytganimdek, 8 oy kelasi o'zar xirozlari mana shu xirozda o'sha 4 kilo atrofida mana kattalari. Kichikroqlari 3 kilo atrofida, makiyollar ham shu 3 kilodan oshiqroq. Mana shu makiyollar tuxum qilyapti mana. Orqada 3 ta makiyon turibdi, o'tadi kichik xiroz. Katta xirozlarimiz. Yeb-ichishlar hammasi zo'r. Bular ham o'shaligi qanotidagi bars. O'sha bars, ya'ni o'sha qanaga bog'liq bo'lgan dorilarni sutab qo'ydim, o'sha qanasiga sutaganining hisobiga qo'niga so'rilib, o'sha qandalari bo'ladi, boshqasi bo'ladi, hammasi to'kilib, yog' bo'lib, nobud bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Bu tarafda Andijon qora. Xiroz makiyon aralash o'sha aytganimdek, makiyonlardan 85 ming, xirozdan 55 ming so'm qilib beramiz. 110 kunlik. Xo'p, nima beryapman qadrdonlar? O'sha haqida ham bir tushuncha beraman. Suyiga BSO Privit bilan qorin og'riq beryapman. Tetracycline. Bu profilaktika uchun, faqat qon og'rib yo bir narsa bo'lishi shart emas. O'sha mana ko'ryapsizlar. Makiyonlarning ustiga chiqib ketgan hisobiga ortiqcha xirozlarni sotamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana BSO Privit. Mana shuni o'zi BSO Privit Gold degani ham bor. Vet aptekalarda bo'ladi. Bak haydab qo'ying. Bu har xil bo'ladi. Ukrainaniki bo'ladi, Xitoyniki bo'ladi, har xil bo'ladi bu ham. 1 litrga 1 grammdan qo'shib borasiz suyiga. O'sha aylanishga boshqa tetracyclinimiz holatlari ozgina qolibdi bu ham. Tetracyclin un holatdagi bo'ladi. Beta aptekadan so'raysiz. Beta aptekalarda bo'ladi. O'sha 500 mg, ya'ni yarim kilosi 180-170 ming atrofida. Mana dorimiz BSO Privit Gold bor, BSO Privit o'zi bor. Mana shundan. Bu ham bo'lmasligi mumkin-da, bu ko'p aptekalarda bo'lmaydi, vet aptekalarda. Buni bitta olganmiz, mana jo'ja boqqanimiz hisobiga bu suyiga 1 litrga 1 grammdan qo'shib berib turadi mana. Ma'lumotlar nima borligi. Mana orqasida qo'llanmalari bor. Nima davo bu tarkibida borligi. Shuna gaplar qadrdonlar o'qiyamiz. Maza. Kimga qiziq bo'lsa, o'sha 8 oylik Andijon qoramizni sotamiz, o'sha 140 ming so'mdan. Telefon qilaverasizlar. Hammasini bir joyga sotamiz, o'sha nima aytib o'tish kerak. Mana bu jo'jalarimiz narxini aytmadi, bular o'zi deyarli 1 hafta 5 kunlik. 1 hafta 5 kunlik bularni 10 ming so'm, 12 ming so'm atrofida qilib beramiz. Nimaga qolganlarda arzon o'deganlar uchun bizda ob'yom ozroq hozir. Mana shu o'zimizni Andijon qoramiz. Ana quloqlarini beryapti makiyonlarni. O'shani hisobiga sotamiz. Shunday gaplar qadrdon, makiyonlarni sotmaymiz, o'zimizga zotga ushlab turamiz. Tuxumlardan nasib qilsa qilib beramiz, kimga qiziq bo'lsa. Hammaga rahmat, ishlariga rivoj. Like bo'lsa, bitta-bittadan poddeska qilib turasizlar. Kommentariy yozishingiz esdan chiqmasin qadrdonlar. Kuzatayotgan obunachilarimiz. Xo'p, qadrdonlar, Andijon qoraning tuxumlari mana holatlari. Kimga qiziq bo'lsa, tuxumlardan ham sotuvda bor, mavjud. Mana shu bugungi tuxum. Hozir ichkarida ham o'sha tuxum qilayotgan joyida o'sha tuxum donida bor edi.
Yaramaslar mana. Ikkovlani adamini beryapti-da, o'shani hisobiga xirozadan sotamiz. Kimga o'sha qon almashtirgan bo'ladigan bo'lsa, bor xirozalarimiz. Tuxumni hop narxi 3000 so'mdan qilib beramiz. 3000 so'm narxi. Inkubatsiyaga qo'yishyapti o'sha 88%, 90% gacha kerak bo'lsa, 30% bo'lyapti. Urug'lanish foizi 30%. Telefon raqamlarini qoldiramiz qadrdonlar. Telefon qilib bog'lansani bo'ladi. Hammaga ishlariga omad. Salomatlikda ko'rishaylik. Telefon raqamlarimiz 278 90 278 0612. Telefon qilib bemalol bog'lansani ekranga yozib qoldiramiz. Hammaga rahmat, ishlariga rivoj.